Qani do'stlarim, biz bo'lmasam bismillah deb ishni boshladik. Endi reklamani ham kankillatib o'rmasak ham imkon qadar qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Zil 130 sotiladi. Yili 1987. Yoqilg'isi metanla qo'yilgan, motor galopga qilingan, moy yemaydi, restda yurgan mashina. Narxi 100 million. Kelishamiz. Qashqadaryolik akalar bormisizlar? Qashqadaryo viloyati Ko'ktala tumanidan ekan manzilimiz. Xo'p do'stlarim, 97 383 8502 telefon raqamlari qoldirgan akamiz. Realni olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi, bekorga bezovta qilmasdan. Texnikamiz holati yaxshi holatda, motorlari soz holatda, moy yemaydi qilingan, tayyor olasiz. Shunday soqqani bossangiz bo'ladi deb akamiz qoldiribdi do'stlar. Bekorga bezovta qilmagan holda aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas. Biz sizlar uchun davom etamiz. Hali hammasi oldinda. Saralarni ko'ramiz do'stlarim. Xo'p, do'stlar, bunaqa texnika bizga kamdan kam bo'ladi. To'g'rirog'i bunaqa texnikadan adashmasam bitta chiqargandik. Xo'p do'stlarim, DAF sotiladi. 116 kubalik 2006-yilda ishlab chiqarilgan yoqilg'i Salarka. Xo'p, holati yaxshi. Narxini 32 ming dollar deyapmiz. Farg'ona, Qo'qon, farg'onalik akalar, albatta bor bo'lsanglar, fikrlar, izohlar ochiq, shunchaki omad so'zini qoldirib keting. Bizga shuni o'zi yetadi do'stlarim. 94 kodi bilan 882 1052 telefon raqamlari qoldiribdi akamiz. Bunga ham shu gap. Realni olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqib bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Fura haydaydigan akalar oramizda bormi? Izohlarda fikringizni qoldirib keting. Bu ham shulardan bittasi do'stlar, shunaqa texnikalardan demoqchiman. Savdoga admin javobgar emas, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Hali hammasi oldinda. Xo'p do'stlarim, ko'pchilik kombayn so'rab izohlarda qoldirgan ekan do'stlar. Kombayn bizda kamdan kam kelib qoladi do'stlar. Shulardan bittasini ko'rsatib o'tib ketaman. 2010-yilda ishlab chiqarilgan tayyor holatda g'alla terim o'rimlariga soqqani bossanglar bo'ladi deb akamiz narxini qoldirmabdilar-da. Bu vaqtda ma'lumotlarini bergan. Kimgadir qiziq bo'lsa, hozirgi ma'lumoti holati yaxshi, kamchiligi yo'q. Motorlari yaxshi holatda, balonlari ishga tayyor, 4 ta balon deyarli yangi holatda. Xullas, olasiz, soqqani bosasiz deb akamiz qoldiribdi. Kimgadir qiziq bo'lib, ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizni Telegram kanalidan ham topib olib kuzatishingiz mumkin do'stlarim. Nomerlar keladigan bo'lsa 97 336 36 97 95 026 26 99 telefon raqamlari qoldirgan klass ta'minotdor texnikamiz do'stlarim. Buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Soqqani bosadigan akalar gazini berib yursanglar bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Xo'p do'stlar, ko'pchilik so'ragan aka, shu mini traktorlardan ko'rsatmay qo'ydingiz deb izohlarda yozishgan ekan. Do'stlar, namanganlik akalar bo'lsa, mana Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani birlashgan qishlog'i deb hammasini manzillari bilan qoldirgan akamiz. Mini traktor, xo'p, 80 motor, 40 korobka, holati a'lo. Ma'lumot uchun telefon raqamlari 97 573 88 573 88 90 telefon raqamini qoldirgan. Do'stlarim, bunga nima ham deymiz? Qolgan ma'lumotlar Telegram kanaliga imkon qadar olib chiqazib qo'yaman. Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Narxini akamiz telefon qilganlarga aytaman, realni olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsa bo'ladi deb qoldirgan ekan. Nima ham deymiz? Savdoga baraka tilagan holda biz davom etamiz. Albatta, bizni kuzatishda davom eting. Hammasi Texnika bozorim kanalida do'stlarim. Xo'p, shu gap. Yangilarni va saralarni ko'ramiz. Qani ketdik. Xo'p do'stlarim, endi reklamani ham kankillatib o'rmasak ham akalarimiz borki, oramizda texnikani bitta ko'rishda tushunadigan. Xo'p, shunaqa texnikalardan bittasi kelgan. Narxini mayli boshida sizlar uchun aytib o'tib ketaman do'stlarim. Qiziqtirib o'tirmang. Narxi 45 million so'm bo'lgan. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan bitta texnikamiz bor, traktor. Xo'p, bu texnikamiz prinsipi bilan qo'shib sotilar ekan. Prinsip holatlari ishqilib yaxshi holatda desa ham bo'ladi. Ikkita balon yaxshi, ikkita baloni sal nimaroq deb qoldiribdi, yomonroq deb. Yomon ham endi shu ham 40-50% desa ham bo'ladi do'stlar. 50-50 degan. Xo'p, traktor o'ziga keladigan bo'lsak, motorlari yaxshi holatda, ko'rinishi mana old tarafdan. Do'stlar, 97 682 40 telefon raqam qoldirdik. Ma'lumot kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Egasining nomeri savdoga admin javobgar emas. Biz esa saralarni ko'ramiz. Qani ketdik.
Xo'p do'stlar, aka Belarus traktorlaridan ham ko'rsating, 82 82 892 mana shunaqa texnikalardan ham ko'rsating deb akalarimiz qoldirgan ekan do'stlarim. Shulardan hozir bittasini e'tiboringizga havola qilib o'tib ketaman. Albatta, bunga nomer qoldirmadik. Nomeri albatta Telegram kanaliga chiqazib qo'ydik. Kimgadir qiziq bo'lsa, Telegram kanalidan topa olmay o'zimni lichkamga yozsangiz ham albatta ma'lumotlar bilan tashlab beraman, telefon raqam bilan. Mayli do'stlar, videoni oxirigacha ko'rsangiz, oxirida saralarni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Belarus 82 2018-yilda ishlab chiqarilgan Toshkent shahar Promzona Sobir Rahimov ko'chasi ekan do'stlar. 82 traktorimiz haqida ma'lumot, ballonlari deyarli 99%, motorlari hammasi soz holatda, 100% garantiya debdi va narxini 14.900 deb akamiz qoldirgan do'stlar. Idealniy narx desa ham bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas. Biz esa saralarni ko'ramiz. Hali hammasi oldinda. Do'stlarim, Lev 550 FN frontal pakurchik sotiladi. Ko'pchilik so'raganiga buni ham ko'rsatib o'tib ketay dedim. Albatta pakurchik so'rab, pakurchik ekskavatorlardan ham ko'pchilik so'rab yozishgan. Xo'p, kavush obyomi 3 kubalik, gruzo podyom nosti 5 tonnalik, xullas 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 17 000 soat ishlagan. Holati yaxshi, narxini 300 million so'm deb qoldiribdi akamiz. Holati soz holatda turibdi do'stlar. Bunga telefon raqamlar 97 723 27 44 98 314 17 67 telefon raqamlar. Iltimos qilamizki, Texnika bozorim kanalidan va Traktor savdo kanallaridan kimdir shu videoni shu yergacha tomosha qilib kelgan bo'lsa, bekorga bezovta qilmasdan realni oladiganlar aloqaga chiqishingizni so'rayman. Akamiz iltimosiga binoan savdoga admin javobgar emas. Yana bitta pakurchik e'tiboringizga ko'rsataman. Bizni kuzatishda davom eting. Qani ketdik. Ana do'stlar, biz va'da qilgan pakurchik. Buni ham yuqorida ko'rsatgan traktorlar va texnikalar singari telefon raqamini albatta lichkaga yoki Telegram kanaliga chiqazib qo'yaman do'stlar. Lichkaga deganim, lichkaga chiqazib qo'yaman deganim bu kimgadir qiziq bo'lsa, o'zimni lichkamga ham Telegramda yozsangiz ma'lumotlar bilan beraman degani. Pakurchik X-Mac birindiga tegishli F500 2013-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joyi nahada ishga tayyor holatda. Realni olaman deganga shunday 20 000 dollar pulini shunday taxlab keladi-da, shunday beradida olib ketadi texnikani deb akamiz savdosigacha bitkazib tayyor holatda qilib qo'ygan. Motorlari qilingan tayyor holatda, 4 ta baloni yangi, kavushlarigacha bunday bang'irlatib tashlaydi deb akamiz ma'lumotlar bilan bergan. Buni necha tonna olishigacha, necha kubaliga hammasini bergan akamiz. Albatta ma'lumotlar Telegram kanalida. Do'stlarim, qiziq bo'lsa aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shu joyda aytib ketaman, iltimos qilamiz, mehnatimizni qadrlagan holda bir donagina o'z laykingizni bosib qo'ying. Aziz azizlarning e'tiboringizga Class Arion texnikalarimizdan ko'rsataman. Albatta bunaqasi bizda kamdan kam bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, Class Arion 630 traktor bizda kamdan kam keladigan texnika do'stlar. Kelish bilan sirazi e'tiboringizga havola qilaman do'stlarim. Class Arion 630 sotiladi. Narxi oxirida 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Old tarafdan ko'rinishini ham bitta ko'rsatib o'tib ketay do'stlarim. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 4937 soat, ya'ni motorchasi ishlagan. Hamma joy radnoy, kam ishlagan, ko'p ishlamagan, hech qayerda ochilmagan texnikaga javob. Narxi 45 000 dollar. Akamiz iltimos qilib telefon nomer qoldirmaslikni so'radi. Realni oladiganlar aka nomerimni lichkangizga yozsa ham berib olasiz yoki Telegram kanalingizga chiqarib qo'ysa ham bo'ladi, chiqazib qo'ysangiz ham bo'ladi debdi. Nima ham deymiz? Xo'p degan holda akamiz savdosiga baraka tilagan holda shu ishni qilib qo'ydik. Kimgadir qiziq bo'lsa bizga Telegramdan bemalol yozsangiz hamma ma'lumotlarni beraman. Savdoga admin javobgar emas. Do'stlarim, saralardan yana bitta Arion 630 ni ko'rsataman. Bizni kuzatishda davom eting. Arion 630S 2017-yilda ishlab chiqarilgan, 2950 soat ishlagan, birinchi kruk, hamma joyi zavod holatda, ochilmagan holat zo'r. Realni oladiganlar, xaridorlar telefon qilishsin, kelishamiz. Narxi 70 000 dollar. Telefon raqamlar 20lik 009 99 12 texnikaga keladigan bo'lsak, akamiz 100% javob debdilar va hamma ma'lumotlar bilan tashlagan. Biz imkon qadar ko'proq ma'lumot berish uchun mana ekran yuziga yozib qo'ydik. Hamma ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, texnika ko'rinmay qoladi, ekran yuzidan qoplab qoladi. Shu sababli biz ekran yuziga bor ma'lumotni qisqa qilib yozib ketdik do'stlar. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas. Va shu joyda iltimos qilamizki, do'stlarim, bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, muxlisimiz bo'lsangiz, albatta izohlarda omad so'zini qoldirib keting va bundan keyingi videolarda qanaqa texnikalar chiqaraylik, albatta buni ham o'z fikringizni shundoqqina yozib keting. Va videomiz so'ngida shuni aytamizki, bizga like bosing, biz esa sizlar uchun yangi texnikalarni ko'rsatamiz.